Yurtimizda olib borilayotgan kuchli ijtimoiy siyosatning eng ustuvor yo'nalishlaridan biri bu yoshlarga bo'lgan e'tibordir. Prezidentimiz tashabbusi bilan 2023-yildan boshlab mahalladan vazirlikkacha tamoyil asosida mutlaqo yangi tizim yo'lga qo'yildi. Endi har bir yoshning orzu-umidlari, maqsadlari va muammolari e'tibor markazida. Joriy yilda O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati rahbariyati Bekobodlik yoshlar uchun mas'ul. Aniqrog'i shu yerning Yangi hayot, yoshlik, Parchayuz, Paxtakor, Dehqonobod mahallalarida istiqomat qiluvchi yigit-qizlar bilan muloqot qilish, imkoniyatlarni o'rganish, ularning bandligini ta'minlashdek mas'uliyatli vazifani zimmasiga olgan. O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati mas'ullarining bir necha oylik o'rganishlari, muloqotlari, yoshlar yetakchilari, mahalla faollari bilan hamkorlikdagi faoliyati bugun natija bermoqda. Dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi 6 nafar yoshga motokultivator, yana shuncha yigitga payvandlash apparatlari topshirildi. Farzandimning ish quroli soz, zamonga mos bo'lsa, mashaqqati oz, daromadi ko'p bo'ladi deya bundan avvalo yaqinlari mamnun. O'g'lim 22 yoshda hozir. O'qishga imkoniyatimiz bo'lmadi. Shuning uchun texnikaga qiziqadi. Mashina haydaydi, traktor haydaydi. Shu bilan tirikchilik ro'zg'orimizni tebratadi, Xudoga shukr. Endi bunga ham anosi bor edi, qiziqishi bor edi. Imkoniyatimiz yo'q edi bu narsaga. Xudoga shukr, homiylar kelib, anoqqa berib ketishibdi. Shularga rahmat. O'g'lim Oxobiddin svarchikka qiziqardi. Musofir yurtlarda yurib ishsiz edi. Qiziqishi bo'yicha yordamchi ham bo'lib yurdi. Shunaqa olaman deb harakat ham qildi. Homiylar xonadonimga kelib, tanishib, o'g'lingiz nimaga qiziqadi dedi. Shu svarka bo'yicha qiziqib ishlaydi. Avvalambor prezidentimizga rahmat. Shu yoshlarga e'tibor bergani uchun. Yaqindagina oila qurgan Ra'no esa o'rgangan hunari orqali oilasiga daromad olib kelish niyatida. Unga va yana 5 nafar yoshga zamonaviy tikuv mashinalari berildi. O'ztransgaz mas'ullari uyimizga kelishdi. Nimaga qiziqasiz deyishganda, tikuvchilik hunarim bor. Bugun ular tikuv mashinasi berishyapti. Ularga rahmat. Yoshlarning faoliyati, qiziqishlarini inobatga olgan holda ularga qishloq xo'jaligi uchun zarur uskunalar, kompressorlar topshirildi. Shu orqali ularning bandligi ta'minlandi. Toshkent viloyati Bekobod tumani Dehqonobod mufida ham yoshlar bandligini ta'minlash, aynan ijtimoiy ahvolni o'rganish bo'yicha O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati biriktirilgan. Biz mahallada mana shu yoshlar bandligini ta'minlash, ularni to'g'ri yo'lga boshlash bo'yicha O'ztransgaz xodimlari bilan tizimli ishlar olib bordik. Natijada ishsiz yoshlarni aniqlab, bandligini ta'minlash bo'yicha yo'l xaritalari qilib chiqib, hozirgi kunda mana bugun yo'l xarita bo'yicha kiritilgan ishsiz yoshlarimizga tikuv mashinasi, kultivator, kompressor apparatlari, svarka apparatlari berildi. Endi yoshlarimiz mana shu asbob uskunalardan foydalangan holda o'z bandligini ta'minlab, oilasini daromadini oshirishga o'z hissasini qo'shadi. Yoshlarimiz juda mamnun O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyatidan ham, hurmatli prezidentimizning yoshlar siyosati bo'yicha olib borilayotgan ishlaridan juda xursand.